Lekin hozir mana bir ikkita oilalar prosta ajralib ketyapti. Masalan, to'y bo'lyapti, qizda monopauza degan menstrual periodda jinsiy aloqa mumkin emas. Da 5 kun 6 kun kutasiz deyapti, yigit kutmayapti. Ayiq polvon bostirganda bostirib boryapti, bu yerda janjal, to'polon, san kasal qilib qo'ydi. Men aytyapman, neujeli bular bilmaydi, fiziologik tayyorgarlik. To'yni ham shunga qarab belgilasa bo'ladi. Nima uchun bizda savodsizlarcha to'y tayyorlaymiz-da? Nima uchun ota-onalar o'zi qilib tashlaydi? Nima uchun ikkita yosh to'xta, men o'zim sog'lig'im, yigit, men hozir stressda emasmanmi? Kasalligim yo'qmi? Mani salomatligim joyidami? Hozir men uchun bu ham bir hayotimning muhim davri. Bir umr mana shu davr menga ta'sir qiladi. Shundan kelib chiqib to'y kunini yoki qizlar, hozir meni o'shanaqa davr emasmi? Svetofor yonadigan davr emasmi? Sog'lig'im yaxshi. Hozir men kirgandan keyin o'zi понятно nima bo'lishi. Hamma biladi. Shunga men tayyorman degan shular e'tiborga olmasdan bular quruq o'zini nima deydi, to'yxonani grafika yoki ota-onaning xohish iltimotiga qarab qilyapti. Qarang, mana shunaqa bir bu muammo, aslida muammo emas-da. Qanaqadir bir tushunmovchilik, lekin oilalar ajralib ketyapti. Bu degani inson fiziologik tomondan o'zini tayyorgarligini his qilishi kerak.